sayılır bu. Sen söyle, sen nakşide. Sirkire ya. Bana dosunu çıkıl git to. Hey! Hikmet! Cenandın toydun mu? Ha? Aga! Mehmet Bay'ın yıllıkçılığı okşaş. Siz oylap bırak iş kılın ha? Siz muşa kımmetli baylık ne tahtını ötüzüp geçsiniz. Sizge kancılığı nasıl ya? Annen ne? Emdi benim çıdık uçurugum kalmadı. Ben emdi öyge ketimem. Eylik katı baştan gözümde yok olsun. Siz gözümde yok olun. Benim yüzümde tükün var. Anlamadım siz. Hı? Kene, yüz oldu kancayı tüküva ki, ben bir sana bakay. Yani kelediğin bozak iti taşlayla, yıkın keme. Hey! Kulağını Kur'an taşla değil mi? Babası boynunu jırıp etme yine. İşte o sendik beni çişlemekçi mi? Oh! 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 Demiş ol. Oy. Demiş ol. Kalbini. Kim bu? Yuttu. Ne gitti bu? Ne oldu? Yuttu. Bunu Birisi... kim attı? Ana, o. Kene o? Yine. Anan ne? Ne tıkavazı? Emmınla köydünla. Toptun ayrılığını böğreyeydi. Kim küsünde kıldığımızı ağa koydunmuş o. Bir yerde uzak duruşu bulmaydı. Derhal gidelim. Başlık. Bulmadık avaz kayaktan alındı. Garip tarafın etilganda kılıyordu. Başında kakas yoldu mu? O uçba mıydı? Bayık avaz, 79 sıtkınızlıkın avazı. Siz bandit var demek mi? Mukunlaştı olmamaydı. Bırak, az
Hazırdan başlap bekerek ihtiyat kılayla. İhtimal biz düşmanlarga kılıçıp kağa okşaymiz. Juran. Biz gayrıtlarık mağayla. O dört oğunu bilen öz hocayınıga iştek sadıktı da. Boldu. Devam egin. Tağının o'tirib o'tganda pulli bo'lsa, Sodiq Chakar degan tepiludi. Yo'lvasni ap qilib nima qilasiz? Uni rosa chet elga ketamsiz. O'zim uqmayman. Ehtimol hozir vaqt emasdi. Qirib qoldim. Abdikin. Odam o'lsa, rostli do'zax kiramdandu. Mushlarni o'ylsamla, tallarim shurkim ketdi. Xuddi bir qorqul gelini sıqqandek tuyuldu. Qo'rqib ketyapman. Kıma. Sencan, yolvaz gelsen o. Önce etrafını küstüm. Makul. Men sizlarni tekkilenmesmikin dep o'ylabdim. Hemminglar keldingmi? Sen qanday qochib chiqding? Uyga turaverishga taqtim qolmadi. Ular chilam qavirsini buladi. Meni o'ldirib o'tamikin deb ensirayman. Sen ularning hiyliq narsini nega ip ketadiganligini bilamsan? Yo'q. Ular qo'lasizliklarga aytmaydi. Biroq tunigin Naman bilan Oblikim ikki kishini to'gi bilan yo'lga soldi. Ular chigirdiki qarliqchilik taraf qarab ketishdi. To'g'ri. Qarliqchilik. Men Oblikim bilan Namanning gapidan ko'p qitim qarliqchilikni tilga olganligini anglagandim. Biroq u yerning zodi qayer ekanligini esimga ololmadim. Qarliq. Qarliq. To'g'ri. Qarliqchilik. Qadimgi zamonda Sodigalanmagan tarchilik. Bu yer bexatarlik. Yelagar Naman. U yerda nurg'un kishilar o'lgan. U yerdan odam ma'muriga uzun yillar bo'ldi. Sening qochib ketganingni ular bilamdi? Yo'q. Buni so'rab nima qilasiz? Yo'lvas. Sen darhol qaytib ket. Nima? Nima deyapsiz? To'g'ri, sen Namanga ket. Qaytib ketamanmi? Ömür boyu turmada yetishga rozimanki, u bo'rlarning orasiga hargiz bormayman. Siz bilamsiz, ular pazlarni o'ldirib etdi. Yo'q, sodi bormayman. Xudo, men endi qanday qilay?
Men ko'nglingni tushunaman. Biroq o'ylab baqdingmi? Agar Namansining qochib ketganini bilsa, u yana qarliqchiligi bilan mangamdi. Sana rostini aytay. Bu yerda ikkimizla bor. Ularning hammasini tutib, madaniy yodgorlikni tatib olamiz desak, cho'ng qo'shin xabar qilishimiz kerak. Buningga vaqt kerak. Biroq men Yo'q, yo'lbas. Naman uncha vaqt o'tamas. U seni hozir o'ldirib o'tmaydi. nimishqa? Ular ürkügen kuzg'unlardek yiroq ketishni g'amini yeydi. Namanmu mollarini chigirdan sog'-salomat o'tkazilishini orzu qiladi. Agar u seni hech nimadan yo'q o'ttirib etsa, o'zlarining qo'l ostidagi chumoqchilarni andishiga tushirib qo'ydi. Ular o'zlarining jinni saqlab qolish uchun mol dunyoni bulaydi. Natijada banditlar orasida zo'r qirg'inchilik yuz beradi. Bo'rilar o'zaro tutishib qolsa, ularni ajratmoq tas. Mubada mushundaq ahvol yuz berib qolsa, Namanmi amal qilolmaydi. Plan amalga oshmaydi. She'rin tushumi yo'q chiqadi. Buni Naman obdan biladi. Sening qechib chiqqaning qaraganda, ularning seni o'ldirish niyati texi yo'q. Biroq bu bir uchum talvalarning qo'lidan har qanday yomon ish keladi. Darvaqa, qanday ish yuz berdiganligini hech kim mo'ljallayolmaydi. Namanning qilmishlari aql-hushi joyida odamning qiladigan ish emas. Biz qonliq badal berdik. Ehtimol yana texmi cho'ng badal berishimiz mumkin. Biroq bu texmi qimmatli narsani qo'l keltirish uchun sen bo'lsang bir jungo'liq. Hozir kurashning intoyini alqiliq payti. Yo'lni o'zing tanlagan. Hasanjon, men banka pulumudim. Rastlı pulumudim. Axlatni supurib o'tganda ondan ya pokiz bo'ladi. Yo'lbas, bizga cho'qim ishongin. Men agar navadi men o bichar apam Apağını əvvəl nəhayət yaxşı. O Həsəncanla üyü turu atıdı. Ғəm qılma. Allah Xudayım, özsen saqlığaysan. Yolvaz! Hey! Yolvaz! Hey! Bu muşlaqlı gitem de. Görünmeydi o. O kaçtı mı? Eğer o sakçığı verip bizni aşkarlap koysa, qanday qilamiz? Ondan kere, bolt, nes gereklerini bilişelim. Hemmimiz tezrep gidelim. Nima? Çaşqan jiraqni ko'ranmaydi. Yeydig'ini tayliq. Men sening undaq emasligingga ishlayman, ha? Hey ağıyınıla! Çatak buldu! Yolvaz kaçtı! Nima? Bo'ldi. Vaqlashma. Ha, nim bo'ldi? Yolvaz kaçtı! Şu, başlayaq. Bu mandaq gap. O akşam mening yenimde uxlab atdı.
Etigen kopsam yokturdu. O çokum kaçkan değil mi? Ha şunda kışta. Bu nerede geldi bu? Bu nerede geldi zaten? Nerede geldi? Tutulmuş sen bir ceviz aramadı. Çok kadar ne oldu bu böyle? Ben polis bombayı ne bak? Demiş bu zaten. Ağzını şu! Kalayım kasılaşma! O ne? Ben bir iş burgan. Başlık. Onun ne ketkenligini biz gidip koysunuz bulmadı. Hemmimiz ensirdik. Ölüp ben işine. Hadi gel gel oğlum. Yolmaz geldi. Sizlerge ne oldu? Bana demiş munda tikilip qarayısızlar. Men tanımıdыңlar mı? Ensem ketdi o Yolmazga. Yolmaz aka. Siz ne kettiniz? Bizni tolumu ense ettiniz. Şu an Bamzat okulu vadim. Bamda okuğunu? Nemişke kırak yedi okumudu? Sizler bir yandan korek dağıtıp bir yandan osasanlar. Bir yandan kandan mı? Qarindoshlar, bugundan boshlab hammamiz birlik namoz o'qaylik. Xudodan tinch amonlikni, pat arada jannatdek rohat turmush ko'chirishimizni tilaylik.
Bonjin, biz ayrıldıgan boldik. Siz muş östangni boylap 20 kun atrofida minib, ondan bir kichik eriqni boylap shimol qarab mangsangiz, maliga borasiz. Hozir vaqt jiddiy. Darhol berib, idorachilar xabar qiling. Qarliqchiligining atrofini cho'qim egallasin. Ularning u yerga yetib berish uchun 3 kun ketishi mumkin. Bonjin, sizning vazifani to'liq o'rlashingizga ishonaman. Bonjin, buni elib eling. Undaqda siz nima yeysiz? Eling, to'la gap qilma. Buni elib eling. Ben ov qila olayman. Undaqda bu tapanca bilan o'q sizga qolsin. Ma'qul. Buni elib eling. Bu arslanning asqitib qolar. Xotirjam bo'ling. Vazifani jazman o'rinlayman. Qarliqchiligida ko'rishaylik. Ma'qul. Başla. Toshqan ko'pi. Bak yaxshi keldim. Xo'sh. Köpçülük kadeh götüreyle. Hoşa. Ha, Selim hoşa. Efendi. Ha, hoş. Pek mi güzelkensiz? Köpçülük. Perişanlık günlerini ötüp gidip, yetip geliş aldı tuğan kalbimiz için, düşümüzde cin alvaslarını düşüp kalmasımız için, bizden köngüllük hemkarlaşkanlığımız için. Hoşa! Qani ko'taraylik. Ha, kene, kene var. Hani Selim Efendi. Ha, Johnny efendim. Edepsizlik olsun o ben sizden sonra bakayım. Merhamet Selim Efendi. Ha, rahmet. Kadimi medeni yadikarlık degenden mening mağaz tola xabarim bor. Sizlarning bu narsalarni ikkasi yuqori bahoda setib olishinglar pul uchunla emasdi. Selim Efendi. Siz siyasiga ancha qiziqmayman degandingiz-ku. Shundoq. Men ovqat qilishni bilaman, siyosiy bilan korim yo'q. Biroq siz ko'kirib ketgan shu narsalarning siyosiy bilan nima aloqasi borligini zodi bilamadim. Kechirim. Uçqini aytay, shu narsalarni uzamning deyalamsiz. Siz bak hukensiz. Sizge qayıl boldum.
Bu faqat siyosiy jihatdagi tashviqot uchun. Siyasi jihatdagi tashviqot? Aha, ko'chiring. Tushunammidim. Masalan, alaylik. Hamma kishi sizning o'ylangizga oltin qo'shilgan qutining ko'milganligini biladi. Albatta o quti sizning. Men o qutini sizning o'ylangizdan bizning o'ylaga olib ko'mib qo'yib, ondan keyin qo'lim qo'shnilarning oldida o qutini o'z o'ylamdan ko'lab olsam, albatta o quti mening bo'ladi-da. Yana kelib bu ishni ko'rganlar buningga ishonadi. Shundoq emasmi? Siz madaniyat qarliqlarni dalil isbot qilmoqchimi? To'g'ri. Mushu oltin qutiga munosabatlik narsalarning hammasi albatta menga ta'alluq bo'ladi. Sizning. Har qanday narsani o'zimning qilib olsam deydi ekansizda. Yo'ldoshlar, bugun biz aloqador tarmoqlarning rahbarlarini bir cho'ng harakat to'g'risida qaror chiqarish chaqirdik. Hozirgi ahvoldan qaraganda madaniy yodgorlik atkazchiligi bilan shug'ullanayotgan bir guruh bo'lib, ishonchlik ma'lumot qaraganda bu guruhni ma'lum chet el hukumatı boshqa turib tashkillagan va kontrol qilib turgan. Biz uni Naaman aksiyatchilar guruhi deymiz. Yaqinda biz maxfiy taqtilgan bir qism aksiyatchil tashviqot varaqasini qo'lga tushirdik. Buningda tarix burmalangan, yolg'on faktlar o'ydirib chiqilgan, ko'zni bo'yaydigan, kishini qaymoqtirgan mazmunlar bo'lib, millatlar ittifoqligini buzish, vatanning birligini parchalash maqsad qilingan. Bu aksiyatchil guruhning maqsadi elimizning qadimiy zamondagi G'arbiy diyor Suli davlati padshosining qabrisi ichib, uningdagi intayin qimmatli madaniy yodgorlik va tarixiy materiallarni Qur'on kuchi bilan chet elga chiqib ketish. Bu orqali bu qadimiy qabrdagi madaniy yodgorlik va tarixiy materiallarni chet eldan tepildiradigan saqt ko'rinish paydo qilib, ondan xalqlarga jakolab, dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yashdan iborat. Mundaq bo'lganda masalaliqi aksiyatchil tashviqot varaqasi bilan bog'landi. Düşman bekiligan. Ular to'limi bek boshqa turgan. Düşmanning suiqasini barbod qilish uchun jamoat xavfsizlik o'rinlari, qurolli saqchilar, chegara mudofaa qismlari, xalq askarlari birlikda harakat qilib, bu cho'ng diloni fosh qilmoqchimiz. Har qaysi tarmoqlar boy etilgan birlashma harakat loyihasiga asosan ondan tayyorlik ko'rib, muntizim jangovarlik bilan kurashga atlanishga buyruq kutinglar.
Ben 001. Ben 001. Her kaç kısımla dikkat. Buyruk. Derhal karlık cılgı karab atlananla. Hasancan, yaxşı yoldaş, yaxşı sepdaş. Bardaşlık berələsəmmi, mən səndən tolu mənzirəyəm.
Ben 001. Ben 001. Kısımla dikkat. Medeni yadikarlıkla ziyan uçurmuşsun. Alayda ahval görülmese ok çıkamangla. Biz ulanı paylaştır şeyli. Buyruk taratqanlar, hujumga tushda yaqinlar. To'xtanglar! Chata qildi. Tog'ning ustida odamlar qildi. Men ish to'xtanglar. Ha, şurada oldu. Kaçınlar! Kaçınlar! Kaçın! Kaçmalar! Kaçmalar demek! Kaçmalar! 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 Kaysın atma! Hey, neymiş oldu? Banditlar ürkügen ketleri görüp, koşuluk kirişke korkup keyni kıyçı atıdı. Kısımla hücum koysun, amala tirik tutonla. Hasancan! Hasancan! Korkma o yalnız gel, biz tutun la! Kıvırışma! Kaysa malsa ayıp tutmasın da! Bir şılat kalan taş koydun ama! Hasancan! Biz hemimiz Uygur kıyımdaşlar! Öz kıyımdaşlar ok çıkamsa! Ağzını şu! Seni Uygur tigil bağımdı! Uygur kıyımdaşlar! Hangi kıyımdaşlar! Her millet kıyımdaş verir! Onun bu aldanmanla! Kaybuk gitmanla! Fakat kural koştursanla! Kamçılık impulsu ver! O insan kılıfından çıkan çılböri! Belli münafık! Abi kim? Hakan Karapa! Sen hiç tutulan sen! Hasancan! Senin noçluğunu bilmem. Biz Kur'an'ı hazır tapşıraylı. Eğer bilsin olsa bu yak gel. Emiritin arkalık. Bizni kayıl kıl. Kanda Hasancan, ha? Ha, Hasancan! Korktun mu? Kardeşler! Onun gibi işlemmenler! Sizler kural taşıdığın bu salla! Ulan hazır sizler kırk taşlaydı! Naman! Noytu olsan meydancı! Kini biz bir erişeyle! Başkalar bu işki münasebetsiz! Mehmet! Ay! Şuraya vurun da! Kur'an'daşa kulağını götürür! Ay! Yılmaz! Ula! Bunu sonsuza onu götürür! Yılmaz! Hey! Bu seherlik ilan muhtehem!
Yüksek! Seni bunda öldürdüğüm olsam puğadı tutmayman. Endi insan işine vakt geldi. Hey! Bu bana kıkan ziyankeşliğin için. Hey! Bu apamdan tatkan cepaları için. Hey! Bu ezeliğe için. Hey! Bu ölgen kırındaşlar için. Hey! 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 Sen yüksek! Hey! 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 Korkakın! Üstlerinde bir su var! Türe oradan de! Bak! Belge yo'ringlar, kurash oxirlashsin. Hey, bana öyle. Çalsam bulun lan! Çalsam bulun değil mi?
o'ltiramiz. Uqmadim. Bu yuqorining o'rinlashtirish. Biroq qiliq qizchaqsa aya ketdi-da. Jo'ringlar. Ayting sizcha? Bonjin, mening chiqishimda qiziqlanganini qarang. Voy, Xonjijon. Xuntaqa, nemishqa gap qilmay kulayversiz? Siz yozgan adabiy axborot tutqun qilgan qochqinni o'qib chiqdim. Obdan yozibdi. Dadingiz ilgari sizni ma'nismaganligini e'tirof qildi. Ahvoldan qaraganda siz buningga haqiqatan varislik qilgan ham o'z alayligingizni joriy qildirgan, shundaqmi? Sizning praktik vaqtingiz to'shib qoldi. Qanday o'ylayapsiz? Mishay taqsim qilinsam, Arslanga o'xshash Hasanjonning yordamchisi bo'lsam deb o'ylayapman. Yaxshi. Sizlar hammalar cho'ng bo'ldinglar. Sizning Hasanjondan ishib ketishingizni umid qilaman. Hey, Hasanjon qani? O yo'lvasni og'il ketdi. Papa! Canım papa! Canım balam. Benim yolumsun, benim kozum. Canım balam, ahır gideceğim buldum. Buldum balam, canım balam. Hasanjon, anlatamsiz, javob qaytaring. Men Hasanjon, so'zlayverin. Diqqat qiling. Diqqat qiling. Tushundim. Darhol ijro qilaman. Zrevşan deryası